Amir Temurning o'z avlodlari qila olmagan ishni saroydagi bitta makkor raqqosa qanday qilib epladi? U butun boshli imperiyani vayron qilgan edi. Zafarnoma asarida yozilishicha, Temurning aqlsiz nabirasi Xalil Sulton butun davlat ixtiyorini Shodmulk ismli pastkash xizmatkor ayolning qo'liga topshirib qo'yadi. Shoh butunlay uning sehriga tushib, quliga aylangan edi. Ular xazina eshigini ochib, 36 yillik trillionlab sof oltinlarni donalab sanab o'tirishmadi. Hech qanday me'yorni saqlamasdan oltin va kumushni xuddi bug'doy kabi tarozida o'lchab, laganbardorlarga suvdek sochib yuborishdi. Shodmulk o'ziga yaqin bo'lgan pastkash, yot kimsalarni davlatning eng oliy bek darajasiga ko'tardi. Oqibatda gullab yashnagan butun viloyatlar shu nokas kimsalar kasofatidan xarobaga aylandi. Eng dahshatli va sharmandali xiyonat esa Shodmulk o'tmishidan qasos olish uchun Amir Temurning aslzoda xotinlari va malikalarini o'sha haromxo'r kimsalarga zo'rlab xotin qilib berdi. Qimmatbaho durlarni haromxo'rlarga qo'shdi. Olam aqli bovar qilmagan bu ulkan boylikdan atigi 4 yil ichida asar ham qolmadi. Buni ko'rgan xalq Temur bu ayolni bekorga o'limga hukm qilmagan ekan deb yoqasini ushladi. Xo'sh, agar taxt va qonun sizning qo'lingizda bo'lganda, butun imperiyani qulatgan Shodmulkni nima qilgan bo'lardingiz? Izohlarda bahslashamiz. Tariximizning eng yashirin sirlaridan ogoh bo'lish uchun zudlik bilan obuna bo'ling.